va nihoyat klublar futboli ham qaytdi. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi. Manchester United kim bilan o'ynaydi, qachon o'ynaydi, o'zi qanaqa o'yinlari qoldi degan. Hozir sizlarni aprelda o'ta bir zich taqvimimiz bilan tanishtirib o'taman. Boshlashimdan oldin yuraklarni bitta qizartirib, podpiska bo'lmaganlar podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'lardim. Xo'p, aprel oyini Manchester United 13-aprel kuni, ya'ni 13-apreldan 14-aprelga o'tar kechasi Old Traffordda Leedsga qarshi atirgullar derbisi bilan boshlaydi. Bu o'yinni, bu derbini tarixini menimcha juda ham yaxshi bilasizlar. Leedsga qarshi oson bo'lmaydi, chunki Leeds aprelda qolish uchun kurashyapti va bu bo'lmam derbi yana yetmaganiga 24 kun o'ynamagan jamoa qiyinchiliklarga duch kelib qolishi ham mumkin. To'g'ri, o'yin Old Traffordda shu taraflama biz baribir ustunmiz. Va Manchester Unitedda ham o'ziga yarasha maqsadlari bor. Yevrokuboklar uchun harakat qilyapti, bilasizlar. Ochko juda ham muhim bo'ladi. Leedsga qarshi bu o'yin dushanba tunida bo'ladi. Aynan o'sha haftaning oxirida 18-apreldan 19-aprelga o'tar kechasi, ya'ni shanba tunida Manchester United Stamford Bridge'ga safar qiladi va Chelsea bilan bahs olib boradi. Bu o'yin juda ham muhim. Raqib Chelsea bilan har doim o'yinlar qiziq bo'lgan. Birinchi davradagi o'yinni eslaysizlar. Darvozabon erta qizil olgani va o'sha o'yinda g'alaba qozonganmiz. Endi qaysidir ma'noda javob bahsi bo'ladi Stamford Bridge'da. Chelseaga qarshi o'yindan keyin Manchester United 9 kun dam oladi va 27-apreldan 28-aprelga o'tar kechasi Manchester United uyda Brentfordni qabul qiladi. Bu o'yin ham o'ziga yarasha javob bor. Birinchi davradagi o'yinni juda ham yaxshi eslasanglar kerak. Brentford hech qanaqa imkoniyat qoldirmagandi va 3-1 hisobida g'alaba qozongan. Endi shuni menimcha qaysi ma'noda alamini olish kerak. Brentford ham bu o'yinga jiddiy tayyorlanish aniq, chunki Brentford ham bu mavsum Yevrokuboklar uchun harakat qilayotgan jamoa. Bu uchala o'yin ham oson bo'lmasligi mumkin, chunki uchala jamoaning ham qanaqadir maqsadi bor. Leeds aprelda qolish uchun, Chelsea Yevrokuboklar uchun, Brentford ham Yevrokuboklar uchun va jamoamiz ham Yevrokuboklar uchun harakat qilyapti. Uchala o'yinda necha ochko to'playmiz? Kommentariyada yozib ketinglar. Aytgancha, birinchi davrada bu jamoalarga qarshi 4 ochko to'plagan ekanmiz. Leeds bilan mehmonda durang, Brentfordga mehmonda mag'lubiyat va Chelsea uyda mag'lubiyatga uchratgan edik. Aynan Leedsga qarshi o'yindan keyin eslasanglar ruhiy hamkorlikni bo'shatib yuborishganmiz. Va aprel oyida o'yinlarimiz ko'p emas, chunki faqat aprelda qolganmiz, aprelda kurashyapmiz. Shuning uchun bunga vahma qilib qarashim shart emas. O'zi 7 tagina o'yinimiz qolgan, 3tasi aprelda, 4tasi mayda. Bu o'yinlarda jamoamizga omad tilab qolamiz va qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Tugadi.